Har bir xalqning o'z kiyinish tarixi bor, o'z odob, axloqi bor. Bizning o'zbek xalqimiz ham azaldan o'zining milliy kiyimlari, milliy urf-odatlari bilan barcha xalqlarga namuna bo'lgan desam adashmayman. Chunki har bir xalqning iqlim madaniyatidan kelib, iqlim ob-havosidan kelib chiqib, kiyinish uslublari shakllangan va rivojlangan. Ayni damda bizni serquyosh 4 faslni o'zida jam qilgan jannat makon o'lkamizda azaldan ayollarimiz rangorang atlaslarni, beqasam adreslarni sevib kiyishgan. Ayniqsa paxtadan va jundan tayyorlangan matolar, ipakdan tayyorlangan matolar inson organizmi uchun har tomonlama qulay bo'lgan. Bu albatta sog'liqqa ham foyda bergan. Keling azizlar, bugun o'zbek xalqi o'z milliy qadriyatlarini o'z liboslari bilan, o'zligi bilan tiklaydi. Tarixingdir ming asirlar, ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh Pomiru oqsoch Tiyonshon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyo bu, so'ylasin Urxun xati, ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Tuzdiyu Mirzo Ulug'bek ko'ragoni jadvalin, sirli osmon tog'iga ilk qo'ydi narvon o'zbegim. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam siyab boshni tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim silovlarning eng faranglarin, yo xudbinman, yo bir sottakasman men. Parijning eng go'zal restoranlarin, bitta tandiringga alishmasman men. Milliy libos o'zimizga xos.